Barçalık haqida qissada yakma-yak bir urushda kim jonni birinchi urintirdi? Yani kim o haqiqiy Dantiao Wang? Yakma-yak urushdagi jon birinchi balvon Lübumu? Yoki siz eng yoqtirgan Zhao Yun Zhao Zulunmu? Qissa haqida bayon. Bugun uch barçalık haqida qissadagi 4 chung Dantiao Wang, yani bir yakma-yak urushdagi oldin 4 urintirgan palvonlarni chizib baqaylik. 4-chi urintirdigini Renjong Lübu Ma Zhong chiqdi. Naqo tatning sarxli Lübu Chilantur atning deydi. Qarsak Sayingdan Lübuning 5-yilda Zhang Fei bilan Lübu yakma-yak 50 marta urishdi, yengish toza ayrılmaydı. Ahir kelgan vaqtda Guayu Lübu bilan o'tirib chiqib, bu Lübuni qo'rqitib qochiribdi. Lübuning bu jang quroli Chas Yolmunning oldida har qanday qurolni qaqilmaydi. Uningki Chilanturuq eti taq davalladimi tuz yo'l chapqandek chapalaydi. Kuniga 1000 chaqirim yo'l manalaydi dedi. Eng yomon bo'g'ini mushu ikki isli narsaning bir odamning qulda qolganligida. Lübu bilan yakma-yak urishib Lübuni yengish emas, Lübu bilan yakma-yak urishib bayat qaytib keta olsalar bir ömür maqtinib po'chilik qilishga yetib ashudi shu zamonda. Shundaqo, degan shu o'z vaqtida Changbenbodan Lübu bilan yakma-yak urishgan. O'g'umining tushimam demak, bayat degan Sayingdan Lübuda bu Zhang Fei bilan 50 marta urishibmi, Zhang Fei'ni yetishildan bileyim. Lübuning yeni bir yomon tarafi buning oqsidagi tojung bo'ldi. Endi shu vaqtki buning armiyasi shu Zhang Liao qatorliq 80 bilan bir kuchli zarbador ettiradi. Şular qetilib bu Lübuni texim yomon qilayotgan. Shunga bu Dantiao Wangning ichida Lübu 4-chi rong tizildi. 3-chi rong tizildigan bo'lsa Zhang Fei. Zhang Fei qarsak bayadidi Lübu bilan 50 marta urushni yengib qolmadi. Ham bu izchil Lübudan qo'rqmay to'xtamay Lübu bilan urushmay diyolaydiganlarning birisi. Endi Lübu Shichuan besib kirgan vaqtda Ma Zhao bilan 300 marta urushmi yengish ayrılmaydi. Ma Zhaoning qanchalik yomon, qanchalik botirligini hammamiz bilamiz. Bu Ma Zhao'ning shu Lübu qatorliqlarning teng darajaga tizilgan bir kishi, ham 5 yo'lbos sanğunning birisi. Ham Changbenboda Zhang Fei 3 qatim nar tatib Saosaoning 80 ming kishilik qo'shinni qo'rqitib qochiribdi. Zhang Fei'ning yakma-yak urushgan qatim soni ancha ko'p bo'lmagan bilan, lekin buning har bir qatim urushgan odamlarning salmog'ini aytaydir. Ya'ni har qatim jondagi birinchi numurli palvonlar bilan urushgan. Hem her qatim tanışıp bayat qaytib kela olgan. Shuning uchun bu yerda Zhang Fei 3-chi rong tizildi. 2-chi rong turdigini hammalar eng yoqtirdigan, men o'tgan ozroq boshqa nuqtadan tushuntirib qo'ysam, bak men tillab ketgan Zhao Yun Zhao Zulun. Zhao Zulunni ömürde hech kim yengib boqmagan deb ta'riflaydi. Mush gapni bir oydinlashtirganlar, yengib boqmagan degan gapning o'zi hammasi yengan degan gap emas. Tanlashgan shu yengib boqmagan bo'ldi. Masalan, xotirlarga qarasak, Zhao Yun Wenju bilan 50 marta urushib, tanlashib qolgan. Saosaoningki sanğuni shu bilan 100 martadan ortiq urushibmi, yengish ayrılmagan. Zhang He bilan 30 marta urushib, yer ishlatgan. Shahuan bilan 1 marta urushmayla qoldisin olgan. Yana Obun qutquzgan vaqtda Saosaoning 100 ming kishilik qo'shinning ichiga 7 qatim o'sib kirib, 7 qatim yuz yolg'ib o'sib chiqqan. Zhao Yunning bu jihatdagi botirligi, ma'dining qaltisligi hech kim ko'z yumaydi. Hatto shu vaqtda Saosao'mi men jonni Lübuni birinchi urintirdi deb o'ylab ekanman. Uningdimi botir odamning borlig'ini bilmabdimi deb ketdi. Shuning uchun Zhao Yun bu payg'ambarda 2-chi rong tizildi. Birinchi rong tizildigini Jang ilohi Janshin deb nomlagan uzun soqolli xo'ja Guayu Zhangdir. Mayli siz nimlidan Guayu'ningki bu uch parchalik haqida qissada qilgan janglari yakma-yak urushgan qatimsalar eng ko'p o'zining botirligini amaliyat eng ko'p isbotlay olgan odam Guayu. Masalan, asarning 5-yilda Wenju Zhang Huashong Mayso'g'cha Huashongni qatl qilib, bir janglarni nom chiqarib Wang Hong'a ketdi. 5 o'tkalda o'tkicha Saosaoning old sanğunning kallasini oldi. Baymatki muasirda Yuan Shaoning Lübuning qilishmaydi degan sanğulari Yalliang Wenjularni 2 marta urushmayli kallasini oldi. Yana 5 yo'lbos sanğuning birisi bo'lgan Huangjong bilan 30 marta urushib Huangjong yengib oldi. Biroq men bolalar bilan qayerlarni o'ldamayman deb oqsoliq qilib Huangjong qo'yib turibdi. Yana oxirida Jingjun saqlayotgan vaqtda Pangdo Yujinglarni
Yenidu gerçi zəhərlik ox təkən bolsunmu? Sadaqətmənlik cəhətdimi? Hazırca cahan əkliga ülgü bo'lib kelyapti. Demak, siz nimlidan qo'yun yaxshi ko'ring yoki yaxshi ko'rmang, qo'yun akavurdan, ovmandan nimlidan qo'yun qaylolmay hech kimning amali yo'q. Bu asarda haqiqatan Dantiyovonda birinchi o'ringa qo'yun tizmay amalimiz yo'q. Undaqda bugun 4 o'rin odam tutimiz, 5-o'ringa sizcha 5 yo'lva sanğının bir bo'lgan macavni tizsaq ularmi yoki savsovning shirmat sanğını shu uchun tizsaq ularmi? Pinglunchuga maramat. Anga o'xshash kashlar kitob ko'radigan yoki kompyuter oldida xizmat qiladiganlarga nayt yaxshi bir qahvani tavsiya qilmoqchi. Hozir faoliyat bazasida turnasa bilan so'qilib nayt azan to'xtab 39.9 mo'ga 46 ta bir oydan ortiq o'tdi. Yoqtiradigan do'stlar, men siz ishini qilgan, men sizlarga ayrim ulanmasdan aytib beray. Hozir butun Şinjan kirasi haqsiz-da.